Avvaliga Isroilni 10 minglagan qarg'alar o'rab oldi. Hozir esa 100 minglagan arilar bosib ketdi. Hech bir inson tashqariga chiqa olmayapti. Isroilning qator shaharlarida asalarilar hujumlari kuzatilmoqda. Ko'rsor.infoning yozishicha, hasharotlar galasi binolar, savdo markazlariga va aholi yashash punktlariga kirib qolmoqda. Ular hatto avtomobillar, uylar atrofidagi hududlarni ham egallab olayotgani aytilmoqda. Albatta bu juda tanish holat. O'zini sizlarni Robbingizman deb da'vo qilgan Firavunga Alloh taolo chigirtkalarni yuborib, aqlini kiritib qo'ygan. Va yana insonlarni o'zini Robbman deb o'ziga sig'intirishga majburlagan Namrud alayhilanaga bitta pashsha kifoya qilgan. Bu bilan nima demoqchiman? Yer yuzidagi Allohning hududlarini buzgan zolim qavmlarga Alloh taolo mana shunday o'zining lashkarlarini jo'natadi. Ularni hech qanday saltanatlari, boyliklari, kuch-qudratlari, ilg'or texnologiyalari ham Allohning yuborgan qo'shinlarga qarshi chiqa olmaydi. Albatta bularning barchasi siz bilan bizga va butun olamdagi insonlarga eslatma. Rostini aytsam, bu xabarni eshitib juda ham xursand bo'ldim va bu xursandchiligimni sizlar bilan bo'lishdim.